Ya avvalambor assalomu alaykum. Hammaga yana bir bor mana navbatdagi zinamiz Chilonzor tumanida bo'lgan. Mana beton quyilishga tayyor. Beton quyilish jarayoni mana. Shahar domidek 6 ta aylana. Qisqacha endi ma'lumot berib o'tsak, balandligimiz 3.75, 25 ta stupenga tushgan, 15 ga 28 dan. Balandligimiz 15. Mana oy qo'yganimiz 28, zinamiz yana 1 bor. Tepadan ko'rinish jarayonini ham bir ko'rsatib o'tamiz. Bu yog'i suyaz bo'lgan. Mana kimdadir shunga boshqa savollar bo'lsa, episodada telefon nomerimizni qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Tagizinali variant bu. Mana katta ustamiz boshchiliklarda qilingan zina. Tagizinali variant. Mana pastdagi zinamizni apalkasini tepaga ko'chirganmiz mana. Kanalimizni qo'llab-quvvatlab, like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar.